Marhamat birodarlar, boylik undirish uchun qulay bir fursatni qo'ldan boy berib qo'ymang. Barchangizga Qurbon bayrami qutlug' bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydilar: "A'zamul ayyami indallohi yawmal nahri", ya'ni kunlarning eng afzali Qurbon bayrami kunidir. Abdul Qodir Jiloniyning G'uniya nomli kitoblarida fi solati laylatil azha, ya'ni Qurbon bayrami kuni tunidagi namoz mavzusida shunday yoziladi: bu namoz 2 rakat o'qiladi. Har bir rakatiga Fotiha surasi 15 marotaba o'qiladi. Orqasidan Ixlos surasi 15 marotaba o'qiladi. Undan so'ng Falaq surasi 15 marotaba o'qiladi. Undan so'ng Nas surasi 15 marotaba o'qiladi. Ikkinchi rakatda ham shunday o'qiladi. Namozdan so'ng 3 marotaba Oyatul Kursini o'qiydi. 15 marotaba istig'for aytib, xohlagancha dunyo va oxirat mulkini so'raversin. Marhamat birodarlar, boylik undirish uchun qulay bir fursatni qo'ldan boy berib qo'ymang. Foydalanib qoling. Marhamat birodarlar, boylik undirish uchun qulay bir fursatni qo'ldan boy berib qo'ymang. Barchangizga Qurbon bayrami qutlug' bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydilar: "A'zamul ayyami indallohi yawmal nahri", ya'ni kunlarning eng afzali Qurbon bayrami kunidir. Abdul Qodir Jiloniyning G'uniya nomli kitoblarida fi solati laylatil azha, ya'ni Qurbon bayrami kuni tunidagi namoz mavzusida shunday yoziladi: bu namoz 2 rakat o'qiladi. Har bir rakatiga Fotiha surasi 15 marotaba o'qiladi. Orqasidan Ixlos surasi 15 marotaba o'qiladi. Undan so'ng Falaq surasi 15 marotaba o'qiladi. Undan so'ng Nas surasi 15 marotaba o'qiladi. Ikkinchi rakatda ham shunday o'qiladi. Namozdan so'ng 3 marotaba Oyatul Kursini o'qiydi. 15 marotaba istig'for aytib, xohlagancha dunyo va oxirat mulkini so'raversin. Marhamat birodarlar, boylik undirish uchun qulay bir fursatni qo'ldan boy berib qo'ymang. Foydalanib qoling.